Agar ojoningiz kelinposhsha xolajnikda qolib ketgan qaymoq smetanadan bu narsa pishirib yuboring desalar, bemalol profilimga kirib shu shirinlikni tanlasangiz bo'ladi. Hammaga birdek yoqadigan, mazasi og'izda eriydigan, yumshoqqina shirinlik bo'ladi. Shirinligimiz uchun ko'p ham narsa ketmaydi. Elangan unga xona haroratida turgan sariyog' yoki margarinni kukun holatiga keltirib olamiz. Razrahitelь solib aralashtirib, 2 dona tuxum, qaymoq yoki smetana qo'shib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirimizdan zuvolachalar yasab olib, yupqa qilib yoyib olamiz va ichiga varyonni sgushonka yoki shokolad pastasidan solib, videoda ko'rsatilgandek to'kib olamiz va 180 gradusda 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ungacha dog' bo'lgan sochiqlarni ojoningiz etmaslaridan oldin Bavi kislorodni oqartiruvchi vositasi yordamida birpasda oppoqqina qilib olamiz. Baviga qayna suv qo'shsak bo'ldi. 15 daqiqada qo'l sochiqlarimiz oppoqqina bo'ladi. Bavini qayerdan sotib olaman deyotgan bo'lsangiz, Havas, Uzum market, Korzinka do'konlaridan bemalol topishingiz mumkin. Bu orada shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Issiq holatida ustiga sahrning pudralarini sepib, issiqqina choylarni damlab, bemalol ojoningizni dasturxonga chaqirishingiz mumkin. Oling, siz ham yeb ko'ring.